mototsiklga o'tmaydi ekanda, boshqa ba'zi mototsikllarga o'tar ekan, ba'zi mototsikllarga o'tmaydi ekanda. Men xohlagan mototsiklga o'tmayapti. Yo'q, siz xohlagan o'tmaydi. Sizga moped qo'yilgani mopedniki. Shunaqa ekan. Men bilan ishim orasi 20 kilometrchada, 18-20 kilometrcha. Har kuni borki. Skuter olsangiz, Oldim skuter, ammo mingan qo'yapman. Skuterni mototsikl oldim. $6000 250 Forza oldim, ammo u qiyin. u sizga hali qiyin. Ekan. Endi uni almashtiraman. Hozir internetga tasvirga qo'yib qo'ydim. Uni eplash ham qiyin uni. Like. Bo'linglar, ko'p like bosinglar, hadiya otinglar, bitta mototsikl olaylik. Mototsikl olaman deb TikTok ochdim. Bu ketishda necha yilda olamiz bu mototsikl? Yo'q, Xudoyim beramasa bir kunga ham olasiz. Ha. Ana, Nasibaxon bitta tashab qo'ying. Zo'ridan. Nasibaxon o'zi. Nasibullo aka, ko'zni qarang, opes qaridi. Lola qalis. Men tomondagilar faqat hammasi tomosha beni bironta like ko'radi demadi. Necha Men ko'p kirib chiqdi. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq deydi-ku, profilim shunday olib qo'yganda. Ha. Men video Like. Navoiyga vohaga vodiy deydigan bo'lsam, hozir menda vohalilar bosyapti-da. Ular sizga o'tib ketib qoladigan bo'lsa. Shunday. O'shani aytolmayapman, Lola vohalida. Lola! Andijonliklar, hadi gazini bosing, gazini. Yo'q, Andijondan, Marti. Necha yildan beri Turkiyada ishlasa, siznikilarcha mandaroqqa kelsa, juda qiziqarli bo'ladi. Siznikilar devorga yopishib olishdi. Mayli, bizga tomosha qilib tursin. Nima tomosha qilyapti? Ko'zam yo'q. Yaponlarga o'xshaysiz. Shunday. Soqollaringiz tomosha qilishyaptilar. Boru puli yo'q-da. Nimaga puli yo'q? Andijonda puli yo'qmi? O'zbekiston qanaqada bo'lmasa O'zbekistonlar mard. Jahon, Yevropadagi o'zbeklar, kelinglar bo'pti. Ibrohim aka qanisiz? Necha yildan beri Turkiyada hisobda? 9 yildan beri Turkiyadaman. Ajrashiblar, o'zi ham zo'rg'a turgan ekanman. Shunaqa tez kelganman, tezroq borib olay shu Turkiyaga deb. Endi seriallarda Turkiya deb o'ylabman-da. Yaxshi, Allohim menga rahmi kelib, burasi ko'p serial ko'rar edi. Shu seriallarda joylarga nasib qilay deb. Odamlar ko'pchilik qishloqlarda yashaydi. Men shahar markazida yashayman. Bu tarafim dengiz, bu tarafim o'rmon. Yozga o'rmonga shashlikka chiqasiz, ana. Rosa ko'p chiqamiz, ha? Shashlik ham emas, men o'zim shunday orqamga ruguzagimni olaman, ichiga idishchalarga hamma yo'q, zaytun, non, narsalar solib, qaymoq, asal solib, borib ashada termizga issiqchoq qilib, ashada maza qilib, choy ichib o'tiraman. Mana. Men dam oldirib. Miyiz damalar ekan. Shunday. Men ham shu yoz ketaverdim. Kavkaz yurgamatlarim. Zo'r ekan. Men shu yerga kelib yashash nimaligini o'rgandim, ishonasizmi? Men buni deb gapirsam, O'zbekiston bolalari menga rosa so'kinib yozyapti-da, lichkamga. Nimaga? Kommentariyalar. Sen biznikilar da'vat qilma. Sen biznikilar chaqirma. Yo'q, mana qarang, hozir bir o'ylab ko'ring, Xitoy mana kirib keldi nasib bilsa. Mujim ketadimi joy? Nima? Xitoyliklar o'zi kirib kelyapti O'zbekistonga. Nasib bilsa, hamma joyda Xitoyliklar egallaydi. Kirib kelsin, zo'r fabrikalar qurib tashlasin qishloqlarga. Bitta Xitoylik chiqdi-ku.
Zo'r asalim kelayotgan 8 mart bayramingiz bilan tabriklayman. Bahor bayramingiz bilan ochilib yuring. Asalim, rahmatu omma bayram demanglar. Musulmonning ikkita bayrami bor. Birisi Ramazon bayrami, ikkinchisi Qurbon bayrami. Undan boshqa bayram bizga harom. Faqat kun deb qo'yasiz. 8 mart kuningiz bilan tabriklayman deb qo'yishingiz mumkin. Ba'zi gaplar gunohga kirib qolmaydi. Yo'q, siyosatga aralashmang. Xitoyliklarga o'zbek xalq maqolini o'rgatibdi. Ish bilganga, ish bilmaganga 1 tanga, ish bilganga 1000 tanga deb. Ha, to'g'ri-da o'zi. Uni Amir Temur o'rgatib ketdi shekilli. Xitoylarga O'rganmoqda uni. Oppa, bir narsa so'rasam bo'ladimi? So'rang, Davud. Yashang. Nima deb yashang? Rostdan O'zbekiston qizlari 8 mart qilmanglar. 8 mart chiqaraylik hayotimizdan. Hozir sen nima aytadi? O'g'li 8 martga o'qituvchilarimizga narsa olamiz, pul to'playotgan ekan, bermabdi. Bering, aya nima hammadan qatordan qolaman. Qatordan qolasan, biz hayitga padarka qilamiz. Opa, o'zim yoshsiz, nechinchisiz? 40 yoshman-ku, yosh emasman. Men jicha kech bildim bu TikTokda bo'lmasam hozir 1 millionga chiqasin. No, 40 yoshsiz, 84 man. 84 man. Barobar ekansiz. Ha, shu urushdan chiqaramiz. Lola, biz chiqaramiz inshaalloh. Sekin-sekin chiqarib yuboramiz. Teng ekanmizmi? Siz yoshga o'xshaysiz lekin. Keyin mana TikTok ham jicha odam jicha anaqa nimasini chiroyli qilib ko'rsatdi. Bilmadim, Effekt borda. Masalan, haqiqatda o'g'il bola effekt o'g'il bolaga mana bo'ladimi? Qizlarga o'xshab qolmaydimi derdim men. Chiroyli ko'rsatadi-ku. Bez effektmisiz hozir? Bez effekt. Baribir effekt, ozgina effekt beryapti. Kamera. Arka fonni kamerasini fonniki beryapti. Men ham ja turish emasman. Yuzim ham o'zi oppoq. Ammo baribir yana ham ozgina beryapti. 84 90 ga ham dam berib qo'ya hozir. Rahmat. Günaydın. Nima qilyapsizlar? Like bosinglar, gul tashinglar, gul. 60 ta odam bor, birontasi like urayotmaydi. 60 ta odam. 60 ta odammi? 60 ta odam. Biz 3 kishi bilan yomon qilib qo'ydik sizlarni. 12 kishi bo'ldi. 60 ta odam. 60 ta odam like bosaylik. 60 ta odam like bossa boru siz vashya. Menikilar hozir 5-6 tasi bosyapti. Lola bosyapti. Anjanlila keldi ana. Like bosaylik. Voy, Anjonlar men tarafga o'tinglar. Direksiyon. Vohalinglar bu tarafga o'tinglar. Lola, sizga emas bu. Anjanlila keldi deydi. Lola meni o'rtog'im. Bas. Anjanliklar, rahmat o'lamandan. Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjonchasiga. Oxirida yomon qiladi, ammo anjonlardan ehtiyot bo'linglar. Shundaymi, Leyla? Anjonliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjonchasiga. Like bosamiz. Ikkita video olaylik. Anjonchasiga. Like. O'layasiga, Leylajon. Sanamdosh. Neda, xush keldingiz. Anjonliklar ko'p men sindosh. Hayolini buzyapsiz, o'rgilib ketay, Bahodir. Men nabarot, menga yozgan qizlarga yozyapman. Bu yerda havas qilmanglar, rosa mehnat og'ir. Men bu darajaga yetishgunimcha 7 yil, 8 yil qiynaldim deyapman-ku. Ular menga yozishyapti o'zi lichkadan ko'pi. Oppa, gapim bor, nomeringizni bering, nomerimni beryapman. Telegramdan yozishyapti. Men hech kim deb kelinglar, maza qilib ishlaysizlar demayapman. Seryozni. Chunki boshimga balo bo'ladi keyin odam. Vallasi bor odam o'zi boradi. O'zichi nasib bo'lgan bo'lsa, siz hech kim to'xtatib qola olmaydi uni. Men mana derdim-da, nimaga Rossiyaga ketasizlar? Mana shu yerda zo'r pul topsa bo'ladi-yu. Jahon bozori savdo qilardim.
yaxshi pul tushar edi. Savdogardik. O'zi azali savdogar oilani farzandiman. Keyin haras achchig'im kelardi. Nimaga Turkiyalarga borib oladi, ishini qilasizlar derdim. Mana Alloh tushirib qo'ydi meni ham. Mana odamlar uyini ishini qilib yuribman. Demoqchimanki, agar nasib rizqi bo'lsa, yozilgan bo'lsa, to'g'ri, qalbingizga ko'ra beradi-yu, Allohim qalbni bir insonni qalbini bir kunda 40 marta yo'qlaydi ekan. Ash qalbingiz chiroyli bo'lsa, shunga qarab. Biz ham qalbimizda shuncha xatolar bor edi. Voy, Turkiya zo'r ekanda, voy, biz ham shunga bor ishlasak-ku deb mana niyat ketdi. Ular boraman. 30 yil umrim o'tdi deng. 9 yil umrim o'tdi. Ammo bitta foydam, bolalarimni o'qitib oldim bu yerda. Bolalarim yaxshi o'qib oldi. Men 25 yoshimda chiqib ketgansa, 15 yil umrim Moskva ko'chasida o'tirasiz. Takip qilinglar meni, takip, podpiska bosinglar. 14 ta yurak bor, uni 20 ta qilaylik. O'tirmanglar, anjonliklar. Angliyadaman 10 yil bo'ldi, chotki. Angliyada bo'lsangiz tashlamaysizmi hadiyalarni? 3 ta turibmiz uyatda endi. 10 ta odam bo'lib bizni yozib bo'lsa-ki. Sirojiddin nimalar qildi? Men ham ketdim. Shot to'g'rilay shotdi. Ha, endi ashna deyishyapti. Men marhamatdan, Anjom marhamat. Marhamatlilar, lichkangizga bo'ldi, hop qarab turaman. Ali, bosing. Bosing. Like. Andi nafia voltsa. Sen meni model sana olim. So'p ketdi. Rosa quyosh joyli bor. Va alaykum assalom. Shu Alaniyaga borishim kerak edi. Alaniya. Alaniyada 3 oy turganman Alaniyada. Shu bir niyatim shu Alaniyani ko'rib. Naman chiroyli joy, mazza joy. Ha, bu ketaveraman, sen 7 ga chiqib ketaveraman. Ashna qiling. Alaniyaga boring, Mersinga boring. Nimaga boring? Fethiya degan joy bor. Fethiyaga boring. Eng zo'r joylar. Zo'r villalar bor. 3-5 kishi bo'lib kelsanglar, villani arendaga olasizlar. May oylarida rosa arzon bo'ladi. Ham dengizga kirsa bo'ladi. Mayda. Sentyabrda arzon bo'ladi. Nasib bo'lsa, yo Moskva, Istanbul. Dragon, basing. Sizga delfinmi, shermi? Bo'ladimi? Urish kerak. Uring, xohlaganingiz uring. Qalbingizdan nima kelsa uring. Dam olgani qancha ketadi? Dam olgan, endi sizni qanaqa dam olishingizga bog'liq-da u. Masalan, men hozir Turkiyani pon yurgan bo'lganim uchun $50 bilan aylanib yuraman. Chunki yo'l kiratekim menga o'g'limni nimasini ishlataman? Nima? Studentskini ishlataman. Turkiyani ichida, Istanbulning ichida pon yo'l kiratekin. Menga tekin ama. Siz endi yo'l kirangizga o'zi $50 ketib qoladi sizga. Tim bo'yi roza tutib olsam, vashe bekarga aylanib kelaman. Aylanishga bog'liq. Gastisalar $25 dan $100 gacha. Ovqatlar $5 dan $25 gacha. Suvlar $2-3 dan $10 gacha. Yana nimani aytayim? Yo'l kira bir kunda $10 ketadi. Mana shaharning ichida, agar Turkiyadan tashqariga chiqadigan, Istanbuldan tashqariga chiqadigan bo'lsangiz, $50, $40 ketadi. Nuriddin, chiroyli aytdimmi? Ha, muzeylarga kiradigan bo'lsangiz, muzeylar ham shunaqa, $5, $10, $15. Ammo Istanbulga kelsanglar, albatta Topqati saroyiga kiringlar. Men 9 yil bo'ldi, lekin hali ham o'zim kirganim yo'q, faqat internetdan tomosha qilib qo'yapman. 3 marta bordim, 3 hafta ham bekitib qo'yibdi. Bir marta korona bo'lib qoldi.
keyin nima balo menga yozilmagan shekilli deb qo'yaverdim. Sinarsan? Men urib qo'ymasdim. Azopa o'tmay qoldi ketiz. Yo azopa ket o'tmay qoldi. Mayli, ozgina xursand bo'laveramiz. Hozir Nuriddin Dragon urib beradi. Lola ela o'zi yutib qo'ydi. Lola, rahmat. Azopa ketdi kechir zopa. Dadilroq o'ynaylik. Qiziqarli bo'lmayapti. Meni energiyam yuksak bugun. Sahar turgan kuni mana shunaqa bo'laman. Har kuni ishonasizmi 5da mana shu o'zimni urib berib uyg'otayotgandim. Bugun 4da shunaqangi uyquga to'yibman, shunaqa kuchliman-da. Shot o'rnimdan turib ketdim. Har kuni 5da yig'laverayotgandim turgani. Zo'rg'a mana shunaqa 20 daqiqada tayyorlayotgandim. Mohigul boshqachami? Nima qanaqa? Mohigul boshqacha. Qoshi uncha yo'q. Bunni Qoshlari. Azopa. Mohigul, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hayot go'zal. Azopa taniysizmi mohini? Ayzapa like bosing, like. Like. Siz Menga ochiq ko'ngil menga o'xshab o. Ha. Meni ko'nglimda kirim вообще yo'q. Mana topda turgan. Topimni turganini qarang, like bosganini birinchi turibdi-ku. Men hatto bori siqilish nimaligini bilmasdim. Endi yaqinda ozgina xolam o'tib qoldi mana shu yerda, shunda yomon siqildim. Odamlar qanaqa qilib rosa siqilar ekan, siqilish nima ekan deyardim. Siqilish degan narsani